Hozir mana shu studiyadan tashqaridalar, hozir kirib keladilar. Juda ham iste'dodli va hozir bilasizmi, bir necha soniyagina gaplasha olish imkoniyatiga ega bo'ldim. Shunaqa bir energiya taqdim etadigan bolacha tashrif buyurgan mehmonimiz, taklif etamiz. Taklif etamiz. Bu iste'dodli bolachamizni o'zi aslida yoshlari qarangki 6 yoshda. 6 yosh. Juda ham iste'dodli va ular bugun bizni Sevimli kun studiyamizga aynan Buxorodan tashrif buyurdilar. Buxoroi Sharifdan, ya'ni Shofirkon degan tumanidan tashrif buyurdilar. Va ular yolg'iz emas, otalari bilan, padar buzuqvorlar bilan birgalikda mana shu studiyamizga keldilar. Ya'ni o'zlarining chiroyli iste'dodlari, ovozlari bilan bizni bugungi studiyamizda Kozimjon va otalari Nasibu hamda Kamol Nurovlarni taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Qiratunning bag'rida yorug' xayol qanday xush. Bu dunyoda bir qiz bor, yostug'ining yarmi bo'sh. Qora sochi jamalak, qora zulfi qayrilgan,
Ey, yashang, Qoyil. yashang. Ofarin Kozimjon. Kozimjon Nasimov. Ovozni qarang, ovozni. Murzo bo'lsa, oxiridagi so'zda esingizdan chiqib qoldimi? Na. Bilasiz, bizga ustozlarimiz aytadi, nobodo so'z esdan chiqib qolsa, na qilib tashladi. Qo'shiq o'zi shunday.